Ziyoda, o'rtoq, ani qizil tufliging bor edi-yu, o'shani menga berib tur. Kenayimdan so'rasam, babi bermaydilar, bo'lsa ham jimotda u. Surayxon bo'lmadiganingiz, ana turibdi, kirib olavering bemalol. Kerak emas. Nappi, qora sumkang bor edi-yu, krokodilli, o'shani menga berib tur. Kenayimda ham bor, prosta bermaydi. Bersa ham minnat qiladi. Bas. Surayxon, mana o'sha sumka sizga unaqa deb meni o'rtalaringizga yomonlamang. Shartmas, Sadosh, o'rtoq, yaxshimisan? Ertaga uchrashuvim bor edi. Men bilan birga chiqa olasanmi? Kenayimga ham aytsam bo'ladi, prosta kenayim bilan chiqsam, anu bolaga yomonlab yuborishlari mumkin. Bilasan kenayimmi? Surayxon, o'zimni singlim yo'q, sizni singlimdek ko'rgan bo'lsam, nima unaqa yomonlaysiz? Unaqa yomon emasman-ku. Surayxon, Iskandar Buildings'ni mezbon loyihasi endi Yunusobodda ekan. To'lovlari ham zo'r, 100% to'lab turib, skidkada olsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari 30% ni to'lab, qolganini 36 oyga bo'lib to'lashga olsa ham bo'lar ekan. Endi baribir xudo xohlasa turmushga chiqasiz, o'shanda yosh oilaga zo'r imkoniyat deyapman-da. Kenay hozir men yangilaytim deb o'ylayapsiz, lekin bilmaysizda, to'g'rimi? Men orqamdan poylab yurganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz-da. O'rgilay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Surayyoxon shu uyda turadilarmi? Ha, shu, ichkarida uxlayotgandilar, tinchlikmi? Uxlab yotibdi. Endi har kuni o'zi abikacha 2 gacha uxlaydilar. 2 gacha uxlaydi. Endi har kuni kecha diskotekadan keladi, shunday ahvol endi. Diskotekadan keladi. Ha, endi har kuni har xil moshinada keladi-da. Voy sho'rim, har kun begona mashinalar tashlab ketadi. Ha, endi e'tibor ber, men har kun ichib keladi, bosh aylab uxlayotibdi-da. Tavba. Assalomu alaykum. Ha, biting qursin, sani qiz bola bo'lmay ket. Ko'rinishingdan oydek qizga o'xshaysan. Menga assalomu alaykum demayman, ichingdagi hamma gap pismoqli. Sal qoldi kelin qilardim, kuyib qolardim. Mana shuni bitingga bir otaymi? Uyatsiz. Nima unaqa deyaptilar kenayim? Surayxon, sizni yaxshiligingizni bilmaydi-da endi. Endi nima deysiz? Shunaqa bo'ladi yomonlash. Endi xafa bo'lmayasiz, olim.